Zamonaviy changyutgichlar bugungi kunda juda ham ommalashib bormoqda. Chunki bu texnika bilan siz vaqtingizni, kuchingizni tejab, uyingizda toza muhit hosil qila olasiz. Volmerning VC600BLH modelidagi changyutgichi o'z xususiyatlari bilan xonadoningizdagi tozalik yordamchisiga aylanishi aniq. Keling, uning afzalliklarini birga ko'rib chiqamiz. Changyutgichning chang yig'uvchi xaltacha hajmi 6 litr, shnurning uzunligi esa 7 metrga teng bo'lib, uyni tozalash jarayonida sizga qulaylik beradi. Maksimal ishlash quvvati 2200 Watt, havo surish quvvati 450 Watt. Boshqa changyutgichlardan ajralib turadigan eng asosiy jihatlaridan biri juda ham past tovushda ishlashidir. Shovqin darajasi atigi 72 desibelga teng. Changyutgich dastasi orqali boshqariladi. Zamonaviy yorqin LED displey ham o'rnatilgan. Korpusning o'zida mayda aksessuarlar uchun maxsus bo'limi ham mavjud. Filtr turi HEPA bo'lib, changdan allergiyasi borlar uchun ajoyib yechim. Bu changyutgichimizda hatto havo purkash funksiyasi ham bor. Sifatli mahsulot haqida qancha gapirsak, shuncha kam. Yaxshisi o'zingiz olib, ishlatib ko'ring va sifatiga baho bering. Volmer, sifat va zamonaviylik uyg'unlashgan texnika.